Hammaga salom. Bugungi videomizda AVB dvухkonturniy kotelni platasini remontini ko'ramiz. Egasini aytishi bo'yicha kotel o'chib qolgan, qaytib yonmagan. Ko'ramiz. O'rtoqlar, bu platada demak mana transformator tagida doroshkasi uzilib ketgan ekan. Plus mana transformatorga kelish kerak edi. Bir tomoniga o'sha doroshka uzilib ketgan ekan. Mana bu shim kontroller bor mana bu yerda. Top 249 u ham kuygan ekan. Almashtirdim. Mana xudo xolisa ishladi. Endi natijani shu olib borib qo'yganlardan keyin bilamiz. Masalaga albatta yetkazib qo'yaman javobni, rezultatini.